Tikuvchilik va dizaynerlik kasbida ishlab, ayollarimiz nafaqat o'zi jamiyatda rivojlana oladi, muvaffaqiyatga erisha oladi. Karyerniy rost deymiz. Ular jamiyat uchun juda ham kerakli insonga aylanishadi. Qaysi ma'noda? Ularni rivojlangan sari komandasi kattalashadi. Jamoasi, ayollar jamoasi kengayishni boshlaydi. Endi tasavvur qiling, u rivojlangandan keyin jamoasidagi ayollar ham rivojlanadi. Har bitta ayol rivojlanadi. Bitta ayol rivojlanishi bir nechta ayollarning rivojlanishiga hissa qo'shadi. Ayol rivojlandi degani bu jamiyat rivojlandi degani. Tasavvur qilasizmi? O'sha uchun ham qadimdan bitta oilani ikkita farzandi, bitta o'g'il, bitta qizi bo'lsa, lekin bitta farzandini ilmli bo'lishiga puli, mablag'i bor. Lekin ana shu jarayonda aynan qaysi farzandini ilmiga shu pulni sarflash kerak? O'g'illimi, qizimi deganda qiz farzandni ilmiga sarfla shu pulingni deyishgan. Chunki o'g'ling rivojlansa, u seni boqadi, o'zi rivojlanadi. Agar qizing o'qib ilmli bo'lsa, rivojlansa, millat rivojlanadi. Millat ilmli bo'ladi degan.